Sevgi yetishmayotgan bolaning 7 ta belgisi. Ota-ona mehrini ololmayotgan bolalarning xarakter, xulqida juda ham katta salbiy o'zgarishlar kuzatiladi. Faqatgina ongli, kuzatuvchan onagina buni farqlay oladi. Agar farzandingiz barmog'ini qo'liga juda ham ko'p so'rayotgan bo'lsa, sochini yoki tirnog'ini tishlayotgan holatlari bo'lsa, demak farzandingizga mehr yetmayapti, sevgingiz yetkiza olmayapsiz. Yana bir belgilardan biri bu bola juda ham yolg'izlikdan qo'rqadi. Ya'ni bolada juda ham ko'p qo'rquvlar paydo bo'lishni boshlaydi. Bolada masalan kech payt o'zi hojatga chiqa olmaydigan holatda bo'lsa, bolangizga sevgingiz yetmayotganini yana bir belgilardan biri. Uchinchi belgilardan biri bu farzandingiz juda ham haddan ziyod ko'p gapiradigan bo'lsa. Ya'ni oyi bu nima deb haddan ziyod sizni chalg'itayotgan bo'lsa, farzandingiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishingiz talab etiladi. Yana bir belgilardan biri bu maktab yoki bog'chadagi isterikalar, ya'ni bormayman, bog'chaga bormayman deb xarxasha qilish holatlari ham bolangizda mana shunday muammolar borligini isboti hisoblanadi. Yana bir bolangizni xulqidagi o'zgarishlarni ko'rishingiz mumkin. Bu haddan tashqari do'stlari bilan agressiv, ya'ni tajovuzkor xulq-atvori yoki oilada ham singillarini yoki yangi tug'ilgan chaqaloqlarga ozor berish holatlari ham mana shunday muammoni bildiradi. Va oxirgi eng katta muammolardan biri bolangiz kelajakda ham 12-14 o'smirlik davrini ham qiyin o'tishi va mana shu paytda o'g'irlik qilish holati yoki yigitlar bilan gaplashish holati ham bolaligida ololmagan ota-onadan sevgi yetishmasligi holatlaridan biri hisoblanadi. Bu kamchiliklarga iloji boricha yo'l qo'ymaslikka harakat qiling, ko'proq farzandingiz bilan vaqt o'tkazing, ko'proq gaplashing, ko'proq quchoqlang. O'shanda mana shunday muammolarni oldini olgan bo'lasiz.